Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Yana bitta bo'yiga burib pechkamizni o'zimizning Andijon viloyati Bo'taqara tumaniga olib kelib qo'yib berdik. Bu akalar pechkamizni oldi ko'rinishdan hozir qurib, o'tlarni yoqib, tekshirib qo'ydik. Bir ko'rib qo'yinglar mana. O'zidan hid xo'sh tutun qaytarmaydi inshaalloh. O'ta ham go'zal bitkizib berdik. Hali adabda Instagram qarab o'tirsam, pechkroy ustakalarimiz chiqib qoldi, rollarni ko'rib qoldim. Akalar, mana turbani olib tashab turib, prema aziz turba tiqib qo'yapsizlar, unaqa narsalar bo'lmaydi akalar. Shuni qurganida sizlarga iltimos qilardim, prema mo'ri qilmanglar. Nimaga desalar, liboy pechka ham to'ladi, to'lganini tozalash kerak. Mana biz bu yerda zigzag qilganimizda, o'sha pechkalarning tepasiga qilishimizda zigzagimiz bordi, aylanib, mana azbizni bu tomonga chiqarib olganmiz. Aziz bo'lib ketadi. Shunda mana turbalar bemalol tepaga suriladi. Tozalash xotlari bo'ladi. Bu bitta xot, keyin ikkita xot. Endi orqaga kirib ko'rib qo'yasizlar. Akalar, mana bu pechkamizni orqadan ko'rish orqa tomonlari. Bu narsa mana shu azizdan qora qurum musul tushgan xot bo'ladi. Bulardan obyektni qo'yib ketishinglar kerak. Keyin pechkamizdan orqadan ikkita bolt bor buni ham. Buni bo'shatib turib, simmadan qora qurum musul olib qo'ysa bo'laveradi. Hali ko'rganimizda prime mo'rik bo'sha, unda narsalar bo'lmaydi. Zigzag qilib qo'yinglar, обязательно qilinglar. Bilmasanglar qilmanglar. Shu bilan ularga aytsanglar, chol qilishib beradi. Akalar, yoqqan bo'lsa lakalarni bosib, tepa nomer aloqa chiqsanglar, inshaalloh o'zingiz borib go'zal qilib qurib beramiz. Salomat bo'linglar.